Polis koyup geldi. Polis koyup. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Biraz olalım önce. Biraz kalkayım. Boşlayın. Boş nefes çıkarayım. Bismillahirrahmanirrahim. Polis var ağzına. Polis var ağzına. Kol bile Ha, var mı? İyi onu. geldi. Ha. Zarra o geldi mi? Polis kur. O zaman polis. O'zgina bo'l. Sal qiynayman u. Bu kecha bugun bo'lmagandan bu. Yillar davomida yig'ilib turgandan tasam ko'tarib turibdi. Qachon boshlandi o'g'irlar? Mana shu 20 kun bir oydan keyin bir oy bo'limini bunda ushlab qoldi kirishni. Nimadir muolaja qildingizmi? Ukollarni oldingizmi? Ukol olib mazlar surkadi. Yengillashdimi? Yani yengillashdi keyin oyog'im mana yeri kuchayib ketdi. Mana boyagi suyak bor-ku. Sijalish bilan tushlaydi. Endi joyida mana yo'q. Joyida turibdi. Bu qayerdan bilasiz shuni hozir? Tavaliz tasalli kattaroq turibdi-da. Tasqatab turadi. To'g'ri bunda. Mutlaq qismat olmasa. Yaqinlashgan. Nechta ko'rmaydi o'tib kelamiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'sha cho'chqani qilib turasiz. Chidasa bo'ladimi o'g'il? Yaxshimi? O'tdimi? Og'riq bo'lyapti lekin. Bo'ladi. Nafas chiqarib olyapti. Oyoqqa berdi-ku. Sporanda otdimi oyoqqa? Oyog'ida urib yubordi-ku. Bismillah. Nafas chiqaring. Sizlar shuni qisganmi? Evet. Dam beremiyor. Tamam. Şu nefes alayım. Kecha bugun bo'lmagan og'a bu. 3 yildan beri. 2000-yildan boshlaydi deyman. Shopirimsiz? Aptekada ishlayman o'zim. Qanaqa o'xshaysiz? Har qanday minib keldi. Faqat deyman. O'zi grejda chiqqandan keyin o'tirib ishlaysiz-ku. Qisirgina oq chiqib turibdi. Grejda bo'lsangiz bo'ldi, keyin o'tirganingizga o'zga yaqinlashaveradi bir-biriga. Qancha o'tirganingizda sizlar tilayaptimi yo'qmi? Sizlar tilayaptimi o'tyaptimi? O'ziga og'riq berdi. O'sha yerda o'zi og'riq. Qisilgan joyida. Bo'ldi. Parmağı bilan o'tishamiz, o'g'il. Bismillah. Nafas olib turasiz. Yaxshi. Surilyapti o'zingiz. Evet. Chiqarish kerak. Chiqaring. Mana shu. 3 ta bo'lsa davolasiz. Yaratdi.
Yağız illet var. O sileti kon etti sen. Kon etti. O silet. Yaxshi ekan. Yaxshi değil. Yana boşadıyım davrasın. Sekin dam olasiz. Bismillah. Gitti. Oyoqqa berib yubordi-ku. İkkovga ham bittasi ham. Ikkalasiga ham berdi. Oyoq uzab ketdi-ku. To'xtanglar, qayerga? O'rtasimi? Mana uzab ketdi. Oxirigacha chidang endi. Turib, Nima uzadi? o'zim ushlab bo'ladi. Uzab ketdi-ku. Yana bitta. Buni olmasdan ben davolanmaysiz ama. Buni olmasam davolanmaysiz deyman. Anası. Yaxshi. Kilo taşıyın. Ya ben de kotarım. Yolma şunu kaşıyım. Bakın. Yaxshi. Uttu? Boya o'sha urilgan paytda og'ir bo'ldi. Ularni Ana o ikkita oyoqqa yomon berdi, uni ham uzab ketdi. bu shunday bo'lishi kerak, shunday bo'lamiz. Qarang, uni qo'lab zarb bo'ldi, yumshoq to'qmaysiz, bundan xotirlanmaysiz. Birorta joyingizda rostdan 5-6 kun og'rib yuradi-ku. Hatto og'rib turadi bu. Mana bu yerda tekshirib ko'ramiz. Qani og'riq bormi bu yerda? Yo'q. Bu yoqda? Yo'q. Yaxshi. Shunday bo'lishi kerak. Bu tomondachi? Yo'q og'riq. Yaxshilab yetib o'rgaylik. Sal og'riq bor, mana shu yerda. Bu yoqda? Yo'q. Yaxshi. Endi ko'krakda. Ko'krakda o'tamiz endi. Bo'shingiz ko'taring. Ko'taring. Ko'krangizni ko'taring. Bosqichga qo'ying. Peshona bering bilan salam qilib. O, mana. Bu. Boshingizga qo'lingizga to'kilganday bo'ladi. Siz ishlab olasiz. Nafas sekin-sekin o'tishdan bo'lmaydi. Bismillah. Ertalab yurganda barmoqlaringiz ushadimi? Qo'llaringiz muzlaydimi? Mana ushadi. Hech qo'lini ushadi. Boshga bering. Qo'lga o'tdimi? Qo'lga o'tmadi. O'tdi. To'kirdimi qo'lga? Yaxshi. Yaxshi, shukr ederim. Do'stlarga sen o'xshab. Anasi. Talpada ko'p qolganmiz deymi o'shlikda, ha? Talpada ko'p qolganmiz deymi o'shlikda? Nimaga? Talpada. Qanaqa? Vaqtlaringiz yo'q-ku? Ko'p talpada yurganmiz deymanda. Fizkultura qilganman ko'p. Chaylakanchilik ham. Bismillah. Boshladi. Opa. O'tdimi? Boshga ham, qo'lga ham. Inson o'tdi. Bismillah. Yaxshi. Ana bu yerda bormi og'riq? Yo'q. Qarabsizlar mushugasi, ha? Yo'q. Bellarda mana yumshoq bo'ldi, qarang. Bu xotib yotdi. Raz ochgandan keyin bu qisilgandan keyin mushaklar spazm qilib qo'yadi. Mushaklar mana bo'shashdi. Hamma boshqa. Biroz g'alati bo'lib turadi boshingizdan. To'yib ovqat yemay, to'yib ovqat yesangiz oshqozonda g'alati bo'lib qoladi-ku. Boshingizga kislorod qoyilni qilsa g'alati bo'lib turadi o'g'lim. Anasi. Chidamli yutakansiz-ku. Staraklari mana uryapsiz, to'xtamang. Oxirimiz bitta. Bitta nafas olib bo'sh o'zingiz ishlayman. Shifo bo'lsin. Bo'ldi. Kilo tashlaydi. Shuni tamom kechga chiqsangiz ham mayli. Rosa yoqatdiligim shu. Tepaga qarab o'ting-da bitta. Tepaga qarab o'ting.
Boşu zaylan olup olmadı mı? Olmadı. Şey olsa kurtarışın. Kurtarayım. Kurtarayım. Torçuşular var mı orada? Şu yaş. Nasıl? Şurada bu arada. Bunda hazır yok lekin. Sağırgana mayar ağrı var dedik bunda. Ha. Şan bana yerde var. Bana nima o'zim ish? Tak, tızlar. Şamolat kalmıştım. Şu yanında kalmıştım. Kirece tushlagandan keyin bitta paqirchada kamgina suv bilan noto'g'ri ko'tardim. O'shandan keyin ilishini qildimda keyin mana shu yer kuchayib ketdi. O'z yengillashasiz. O'z ko'rasiz, Mana ko'rasiz. yer bilan mana shu yer. Qo'ydim ozroq. Ha, hozir yengillashdi lekin. Boşu zaylanmadan atıp düşüp kurayım bitta. Yonboşturuyor, oturmayın. Ha? Çıkmıyor kan, çürük kalan. Yürü baylanayım. Muskula harekette bu faylanmasın. Yürü bir iki kalan. Yürü öyle yürü. Kuşatka atıp baylan yürü. Kuşatka atıp da. Keçeye giden bugün yengilleştirdim, keçeye kundan. Yengil bo'ldi. Ayolda uyuşuşumuzda işleyiyor mu? Yo'q. Yaxshi. Yaş ko'rinadi. O'tirib turib ko'ring. O. Yuzakdan yaxshi bo'lgan xizmatda. Yo'q, shunda namoz qilmadik. O'tirib turib ko'ring shuni. Sekin. Qarshi harakatlar bo'lyaptimi? Yo'q. Cheklangan narsalar Yo'q, bo'lyaptimi? yo'q. Boshi chapga olgan. Oxirigacha. Ha, sal tortish bo'lardi. Keyin tamam o'tiring. Tamam o'tiring. Bunday qilsam Yo'q, o'tiring shunday. Yo'q. İlk gözüydürsün, sekin qarang chapga o'ngga, sekin oxirigacha qarang. Tamam. Yengillashdimi? O'zingizni sho'rib oling. Cheshga qarang. Bitta. Bu chiqdi. zirilladi. Zirilladi. O'sha joy. Boshida noqmadi, lekin olmadi. O'sha joy og'rib zirilladi. Hijab olgan ekansizmi? Ha. Yaxshi, shukuring. Boshingizda og'riq yo'qmi o'zi? Yo'q. Hozircha? Hozir kirdim hozir? Yengillashdi. Ta'minlaymi sizda? Joyini har zamonda bir chiqib qoladi. Boshqa yo'ldosh kasalliklar yo'qmi? Endi og'ay 20 kun boya tushuntirgandek, dumbalg'iga o'tirmaymiz. O'tirsak, vitalinalar bunga yaqinlashib qoladi. Tikka tursak, ayoqqanday o'sga tushadi. Turib, sahnaga hojat qo'yib kulaveramiz. Ko'p o'tirish mumkin emas. Yo'q, boshlab qotib turasiz. 2 hafta ko'p emas. Rejim qilsangiz yaxshi. O'zizga ham, bizga ham, bizlarimiz zo'r bo'ladi. Yengillashdingizmi? Endi mana